davo ichidagi va sirtidagi, vatan ichidagi va sirtidagi jafokash Uyg'urim. Biz Qozog'iston diyoridan sizlarga jumladan Uyg'ur nahiyasidagi 70 ming xalqning, uning ichidagi 40 mingga yaqini Uyg'ur xalqininki yoqulib salmini yetkazdim. Assalomu alaykum. Bu so'z deganma o'lim o'xshashlar biriga atigan, biriga kechkilikka. Shuning uchun bugun men atigan kelib qoldi. Men turayotgan zamin vatanninki ili o'kisi bilan chegaradosh keldi. Bu yerda yuqorida Tangritog' chegaradosh, tuvanda Ili daryosi chegaradosh. Bu yoqdan Tangritog' ekib chiqdi, bu yoqdan Ili daryosi ekib chiqdi. Shu yerda bizningki 20 ga yaqin aholi yezlar bor. Shularning hammasi degidek bizning maktablarimiz bor. Maktablarimizda, o'zimizning ona tilimizda bilim ivatida yashaymiz. Bizning xalqimizningki eng esil bir xislati, fazilati o yolg'iz qolisini setib, bolasini o'qitishga tirishadi. Shuning uchun Olmutida va yoki Qozog'iston diyorida olimlar, yozuvchilar va san'atkorlarning hammasi degidek shu bizningki Uyg'ur nahiyasidan chiqadi. Shuningga biz mag'rur, shuningga biz qo'shaq. Endi bu yerga men o'sha so'zim bilan birlikda 83 yoshga kelgan onam, keliniga ya'ni 60 yoshga kelgan mening ayolimga non yoqizib, shu nonni ashaga opirib dedi. Shuni men topshirmasam. Bununla birlikte 100 euro bedel pul evetli özünün pensisidir. Onun 30'ını kaçına koyup 70'li ötküzüp verdi. Endi yine dünü günden beri dopu üstü geldi, biraz dopa kış geldi. Özünü kadar kalpak çiğken ekçikizliğe edem koy. Bizning tabiat sharoitimiz Türk fasllik nihoyatda yaxshi tabiat sharoitida yashaymiz. Bu yerda bizning xalqimiz asosan dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Ularning hammasi degidek bizda olma, o'rik, nashput, shotdol, üzüm shundoqlarni terdi. Yana bir mag'rurlikqa yerimiz bizning nahiyada ajoyib bir yaxshi qislab Uyg'urning nomi bilan atalgan yezlar nihoyatda nurg'un. Aksu, Ava, Tügmen, Akdam, Şirin, Bahar ve başka yüzlerimiz var. Yılgıca şu nam boyunca sakınıp kivatıdır. Hiyeki etim kegen vaktida Kudayım olsa şu nazı nimetlerden kalktık basımı hemen ağaç geldi. Herkese bugünkü, dününkü ve şu kegendin beri ötküzüvatkan şu yığınımız, qurultaymiz, qahramon aka aytgandek nihoyat mazmunliq, hammamizning o'yidek, u yoqdan kelayotgan nihoyat bir tashvishlar kelgan to'q, tashvishlarning hammasi mashada juyilib, hammasi shunday yaxshi bo'lib ketdi. Bugun men endi saylash kuni, saylam kuni saylagandima haqiqatan menga oldimizga ajim ketgandek yurakdan saylaylik, ish qildigan, ish bildigan bolalarni saylaylik, iloyim qilib ishlaringlarga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. Kayıtlarımız güzel sözler için rahmet. Biz yana bir katım külder ettiğinde yana bir katım bize bir royicetin medet verdi. Çok sağlıklığımız vurdu. Rahmet. Seyredip kapayıp sizge.